Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oydan boshlab yangi tekshiruvlarga duch kelishi mumkin. Bu gap faqat bir guruh odamga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, qarindoshimiz yoki qo'shnimiz pensiya oladi. Agar hujjatda xato bo'lsa, yashash manzili noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ish staji tasdiqlanmagan bo'lsa yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo chiqsa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi, qayta hisoblanishi yoki ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar tekshiruvga tushishi mumkin, kimlar xavotir olmasligi kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, qayerga murojaat qilish zarur va eng muhimi, pensioner o'z huquqini qanday himoya qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi. Kech harakat qilinsa esa muammo kattalashadi. Avvallari pensiya masalasida tekshiruvlar ko'proq qog'oz hujjatlar orqali olib borilardi. Ya'ni pensionerning pensiya daftarchasi, mehnat daftarchasi, ariza nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi va boshqa hujjatlari alohida ko'rib chiqilar edi. Ko'p hollarda odam bir marta pensiyaga chiqqanidan keyin yillar davomida hech kim undan qo'shimcha ma'lumot so'ramasdi. Agar manzil o'zgarsa ham, familiya o'zgarsa ham, bank kartasi almashtirilsa ham. Ayrim pensionerlar bu haqida vaqtida xabar bermasdi. Natijada tizimda eski ma'lumotlar qolib ketardi. Endi esa vaziyat boshqacha. Davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Pensiya jamg'armasi, fuqarolik holati dalolatnomalari organlari, soliq tizimi, banklar, mahalla migratsiya va boshqa idoralar ma'lumotlari solishtirilishi mumkin. Maqsad oddiy. Pensiya haqiqatan ham egasiga to'lanayaptimi, odam tirikmi? Doimiy yashash joyi to'g'rimi? Pensiya turi to'g'ri belgilanganmi? Ish staji haqiqatan mavjudmi? Bir odam ikki joydan noqonuniy to'lov olayaptimi? Ortiqcha yoki kam hisoblangan pul bormi? Shular aniqlanadi. Bu tekshiruvni darhol jazolash deb tushunmaslik kerak. Men buni alohida ta'kidlayman. Tekshiruvning o'zi pensiyani olib qo'yish degani emas. Lekin tekshiruv vaqtida hujjat topilmasa, pensioner chaqirilganda bormasa, xatga javob bermasa yoki noto'g'ri ma'lumot aniqlansa, muammo paydo bo'ladi. Masalan, odamning mehnat staji 32 yil deb ko'rsatilgan, lekin arxivdan faqat 27 yil tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yoki pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketgan, lekin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, to'lov tartibida savollar tug'ilishi mumkin. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilganlar deganda bugungi kunda yoshi katta bo'lgan, ko'pchiligi allaqachon pensiya olayotgan fuqarolar nazarda tutiladi. Bu yoshdagi odamlarning hujjatlari ko'pincha eski sovet davri mehnat daftarchalari, arxiv ma'lumotlari, qo'lda yozilgan buyruqlar, sobiq kolxoz yoki zavod hujjatlari orqali tasdiqlangan bo'ladi. Ana shu yerda eng katta muammo boshlanadi. Chunki ayrim korxonalar yopilgan, arxivlar boshqa joyga ko'chgan, hujjatlarda ism, familiya noto'g'ri yozilgan. Tug'ilgan sana bir joyda 1928, boshqa joyda 1979 deb ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, men birinchi misolni olay. 1929 yilda tug'ilgan ayol 2014 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan. Mehnat daftarchasida 1930 yildan 1995 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagani yozilgan. Lekin korxona allaqachon yopilgan. Arxiv hujjatlarida esa uning familiyasi turmushga chiqishdan oldingi familiya bilan qolgan. Agar tekshiruvda bu ikki familiya bir odamga tegishli ekani tasdiqlanmasa, 15 yillik ish staji bo'yicha savol chiqadi. Bunday holatda pensioner qo'rqmasligi kerak, lekin nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotnomasini tayyorlab qo'yishi zarur. Ikkinchi misol. 1940 yilda tug'ilgan erkak kishi umr bo'yi qishloq xo'jaligida ishlagan, lekin uning ish stajining bir qismi kolxoz davriga to'g'ri keladi. Kolxozdagi ish kunlari har doim ham hozirgi tartibda oyma-oy ko'rsatilmagan. Tekshiruvda bu yillar to'liq stajga kiradimi yoki yo'qmi degan savol tug'ilishi mumkin. Agar pensiyada eski mehnat daftarchasi, kolxoz a'zoligi haqidagi hujjat, ish haqi vedomosti yoki arxivdan berilgan ma'lumotnoma bo'lsa, masala ancha oson hal bo'ladi. Agar hujjat bo'lmasa,
mahalla guvohlik yoki sobiq hamkasblar aytgan gapning o'zi har doim yetarli bo'lavermaydi. Shu sababli arxivga rasmiy so'rov berish kerak. 3-misol. 1963 yilda tug'ilgan fuqaro nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lishi mumkin. Bunday pensiya turlarida tekshiruv yanada nozik bo'ladi. Chunki nogironlik guruh muddati, tibbiy ko'rik xulosasi, qayta ko'rik sanasi, boqimandar soni, farzandning o'qishi yoki ishlashi kabi ma'lumotlar muhim. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila farzandi 15 yoshdan oshgan va kunduzgi ta'limda o'qimayotgan bo'lsa, to'lov tartibida o'zgarish bo'lishi mumkin. Buni vaqtida bildirmaslik keyinchalik ortiqcha to'lov sifatida qaytarish majburiyatiga olib keladi. Kimlar xavotir olish kerak? Men aniq aytaman. Hujjatlarda farq borlar. Mehnat staji eski arxivlar orqali tasdiqlanganlar. Bir necha marta familiya yoki ism o'zgartirganlar. Chet elga uzoq muddatga ketib kelganlar. Pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar. Bank kartasidan oila a'zolari foydalanayotganlar. Yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham xabar bermaganlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak. Bundan tashqari, pensiya miqdori juda keskin o'zgargan, qo'shimcha ustama oladigan, imtiyozli pensiyaga chiqqan. Zararli mehnat sharoitida ishlagani uchun erta pensiya olgan fuqarolarda ham tekshiruv bo'lishi tabiiy. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz tizimda yangilangan bo'lsa, pensiyani shaxsan o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz va pensiya tayinlash hujjatlaringiz saqlangan bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, pensiya turida o'zgarish bo'lmasa, sizda jiddiy xavf kamroq. Lekin bu butunlay beparvo bo'lish mumkin degani emas. Men har doim aytaman, pensionerning hujjati tartibli bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqmaydi. Raqamli misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, pensioner 2 million 100 ming so'm pensiya olyapti. Tekshiruvda ish stajining 5 yili tasdiqlanmay qolsa, pensiya miqdori shartli ravishda 1,2 ming yoki 2,2 ming so'mga kamayishi mumkin. Agar bu xato 24 oy davom etgan deb topilsa, ortiqcha to'lov masalasi ko'tarilishi ehtimoli bor. Boshqa tomondan aksincha holat ham bo'ladi. Odamning 3 yillik staji avval hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Tekshiruvda arxivdan tasdiq chiqsa, pensiya oshishi ham mumkin. Demak, tekshiruv faqat yomonlik emas, ba'zida pensioner foydasiga ham ishlaydi. Endi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala. Men pensiyani yillar davomida olyapman, demak hammasi qonuniy degan fikr har doim to'g'ri emas. Avvalgi hisob-kitobda inson omil bo'lgan bo'lishi mumkin. Hujjat noto'g'ri o'qilgan bo'lishi mumkin. Arxiv ma'lumoti keyinroq aniqlangan bo'lishi mumkin. Shu sababli eski pensiya ishi qayta ko'rib chiqilganda ayrim savollar chiqishi tabiiy. Ikkinchi nozik masala bank kartasi. Ba'zi oilalarda pensionerning kartasi o'g'li, qizi yoki nevarasida turadi. Pensionerning o'zi esa pul qachon tushgani, qancha yechilgani, nimaga sarflangani haqida bilmaydi. Bu juda xavfli, chunki pensiya shaxsiy to'lov hisoblanadi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, harakatlana olmasa, qonuniy vakillik, ishonchnoma yoki rasmiy tartib bo'lishi kerak. Oddiygina onam menga kartani berdi degan gap hamma holatda himoya bo'la olmaydi. Ayniqsa pensioner vafot etganidan keyin ham karta orqali pul yechilgan bo'lsa, bu juda jiddiy muammo tug'diradi. Uchinchi nozik masala chet elga chiqish. Ayrim pensionerlar farzandlarining oldiga bir necha oy yoki bir yilga ketadi. Bunda pensiya to'xtaydi yoki to'xtamaydi degan savol pensiya turiga, yashash holatiga va amaldagi tartibga bog'liq bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil javob bermayman, chunki har bir holat alohida ko'riladi. Lekin bitta qoida bor. Agar siz uzoq muddatga ketayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan murojaat qilib, o'z holatingizni tushuntiring. Keyin men bilmagan edim deyish muammoni hal qilmaydi. To'rtinchi nozik masala nogironlik pensiyasi va qayta tibbiy ko'rik. Ba'zi fuqarolar nogironlik muddati tugaganini bilmay qoladi yoki oldin o'zim borardim, endi chaqirishsa boraman deb kutadi. Lekin belgilangan tartibda tibbiy ko'rikdan o'tish majburiy bo'lsa, kechikish pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Agar odamning sog'lig'i og'ir bo'lsa, uyda ko'rik, vakil orqali murojaat, tibbiy muassasa xulosasi kabi yo'llar bor. Muhimi jim turmaslik kerak. 5-nozik masala. Ism, familiya va otasining ismidagi farqlar. O'zbekistonda eski hujjatlarda bir odamning ismi turlicha yozilgan holatlar ko'p uchraydi. Masalan, Matluba bir hujjatda Matlubaxon
Abdulla bir joyda Abdullayev. Boshqa joyda Abdullayev bo'lishi mumkin. Rus tilida yozilgan eski hujjatlar lotin yozuvidagi yangi hujjatlar bilan solishtirilganda tafovut chiqadi. Bu holatda siz bu o'zimmanku deb og'zaki aytishingiz yetarli bo'lmasligi mumkin. FSHDga organdan ma'lumotnoma sud orqali faktni tasdiqlash yoki arxiv izohi kerak bo'lishi mumkin. 6. nozik masala imtiyozli pensiyalar. Zararli sharoitda ishlaganlar, yer osti ishlarida bo'lganlar, pedagog, tibbiyot xodimi yoki ayrim maxsus toifaga kiradigan fuqarolar pensiyaga chiqishda alohida hisob kitoblardan foydalangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda oddiy ish stajidan tashqari lavozim nomi, ish joyining ro'yxatga kirishi, buyruqlar, attestatsiya, ish sharoiti haqidagi hujjatlar ham muhim. Masalan, odam 10 yil laborant bo'lib ishlagan, lekin imtiyozli ro'yxatda aynan qaysi turdagi laboratoriya ko'rsatilgan. Agar nom mos kelmasa savol chiqadi. Shuning uchun faqat mehnat daftarchasidagi yozuv emas, korxona arxividagi buyruq va lavozim yo'riqnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. 7. nozik masala vafot etgan pensioner nomiga to'lov. Bu eng og'ir mavzulardan biri. Agar oila a'zolari pensioner vafot etganini vaqtida bildirmasa va karta orqali pul yetishda davom etsa, keyinchalik bu pul qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zan odamlar marhumning qarzlarini yopdik, dafn marosimiga ishlatdik deyishadi. Lekin pensiya egasi vafot etgandan keyingi to'lovlar bo'yicha alohida tartib bor. Dafn puli, meros, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar qonuniy yo'l bilan hal qilinishi kerak. Shuning uchun bunday holatni yashirish eng katta xatodir. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Pensioner nima qilishi kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi hujjat, harbiy xizmat bo'yicha hujjat, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik hujjatlari, bank karta ma'lumotlari va oldingi pensiya hisob kitoblariga oid qog'ozlar alohida papkada turishi kerak. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Pasportdagi ism, familiya, mehnat daftarchasidagi yozuv bilan mosmi? Tug'ilgan sana hamma joyda bir xilmi? Otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Nikohdan oldingi familiya bilan keyingi familiya o'rtasida bog'lovchi hujjat bormi? Agar biror farq ko'rsangiz, uni hozirdan to'g'rilashga kirishing. Tekshiruv kelgandan keyin shoshilinch yugurishdan ko'ra oldindan tayyor bo'lish ancha oson. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda shunchaki og'zaki gaplashib qaytmang. Agar savolingiz jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada mening pensiya hujjatlarimni ko'rib chiqib, kamchilik bo'lsa yozma javob berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yozma ariza berilsa, sizda dalil bo'ladi. Agar xodim sizdan qo'shimcha hujjat so'rasa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozma yoki kamida aniq ro'yxat shaklida bilib oling. 4-qadam, arxiv bilan ishlash. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman arxivi, viloyat arxivi yoki korxona hujjatlari topshirilgan tashkilotga so'rov berish kerak. So'rovda ish joyi nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangiz va tug'ilgan sanangizni aniq ko'rsating. Masalan, 1902 yildan 1990 yilgacha falon tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman. O'sha davrdagi ish haqi va ish stajimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv topishi shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, bank kartasini nazorat qiling. Pensionerning kartasi pensionerning o'zida bo'lishi kerak. Agar yosh katta odam pul yecha olmasa, ishonchli va qonuniy yo'l tanlang. Notarial ishonchnoma, rasmiy vakillik yoki bank orqali belgilangan tartibni aniqlang. Kartani begona odamga bermang, PIN kodni hammaga aytmang. SMS xabarlarni o'chirib yubormang. Men ko'p ko'rganman. Pensioner pul tushdi deb o'ylaydi, lekin karta allaqachon bo'sh bo'ladi. Keyin oila ichida mojaro chiqadi, isbotlash qiyinlashadi. 6-qadam, chaqiruv yoki xabar kelsa, e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga pensiya jamg'armasidan, mahalladan yoki boshqa idoradan hujjat olib kelish haqida xabar berilsa, ertaga boraman, keyin boraman deb cho'zmang. Agar bora olmasangiz, telefon qiling, vakil yuboring, ariza yozing. Eng yomon yo'l bu jim turish. Tizim sizni topa olmasa yoki hujjat yetkazilmasa, to'lovda cheklov paydo bo'lishi mumkin. 7-qadam, har qanday qarorni yozma oling. Agar sizga pensiya kamaydi, to'xtaydi
yoki qayta hisoblanadi deyishsa, sababini so'rang. Qaysi hujjatga asoslanib, qaysi davr uchun qancha summa bo'yicha qaror qabul qilinyapti? Buni yozma shaklda olishga harakat qiling. Chunki yozma qaror bo'lmasa, shikoyat qilish ham qiyin. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Hujjat esa dalil. 8-qadam, norozi bo'lsangiz, shikoyat qiling. Avval tuman bo'limiga, keyin yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga zarur bo'lsa, sudga murojaat qilish mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, pensioner o'z huquqini bilishi kerak. Agar arxiv hujjati bor, lekin hisobga olinmagan bo'lsa, agar familiya farqi hujjat bilan tasdiqlansa, agar pensiya noto'g'ri kamaytirilgan deb hisoblasangiz, buni qonuniy tartibda ko'rib chiqtirish mumkin. 9-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Katta yoshdagi pensionerlar ko'pincha hujjat, elektron navbat, bank ilovasi, SMS, ariza yozish kabi masalalarda qiynaladi. Farzandlar esa ba'zida pensiya o'zi tushyapti-ku deb befarq bo'ladi. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning hujjatini bir marta tekshirib bering. Pasport muddati, karta muddati, yashash manzili, telefon raqami, mehnat daftarchasi, arxiv qog'ozlari tartiblimi? Shuni ko'ring. Bugun 1 soat vaqt ajratsangiz, ertaga 1 oy yugurishdan qutulasiz. 10-qadam, hech kimga pul bermang. Tekshiruv bo'ladi degan gap chiqqanda ayrim nopok odamlar, men pensiyangizni saqlab qolaman, stajingizni qo'shib beraman, tekshiruvdan o'tkazmayman deb pul so'rashi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy hujjat, ariza, arxiv hisob kitob va qonun asosida hal bo'ladi. Agar kimdir pul evaziga noqonuniy yordam va'da qilsa, bu sizni yanada katta muammoga olib kirishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, men bugun sizlarga 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar uchun yangi tekshiruvlar nimani anglatishi mumkinligini batafsil tushuntirdim. Eng muhim fikr shuki, tekshiruvdan qo'rqish emas, unga tayyor turish kerak. Hujjatlar tartibli bo'lsa, ism, familiya, staj, manzil, bank ma'lumotlari va pensiya turi to'g'ri bo'lsa, xavotir kamayadi. Agar xato bo'lsa, uni yashirish emas, vaqtida tuzatish kerak. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun hujjat papkangizni oching, pasport va mehnat daftarchasini solishtiring, arxiv ma'lumotlaringizni tekshiring, bank kartangiz kimning qo'lida ekanini biling va zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Izohlarda yozing, sizning hududingizda pensionerlardan qanday hujjatlar so'ralyapti, tekshiruv bo'yicha kimda qanday tajriba bor. Like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim mavzularni oddiy xalq tushunadigan tilda davom ettirib boraman.